Nima deysiz akajon? Rashka qancha bu? 150 ming so'm. Korobka bo'lmaydi shuning ichiga. YouTube'ga shunaqa deyurlangiz bunaku. Ha? YouTube'ga chiqqan paytlaringiz korobka, rashka emas bitta narx deyurlangiz bunaku. Qarang aka. Hozir YouTube'ga aytgan bo'lsak ham 16-noyabrdan start deganmiz, ya'ni 15 gacha ochadi yozilyapti. Hozir ochadi yozyapti o'ylab. Magazinda kelib ketyapti bachalar. 16-noyabrdan o'sha skidka narxlarga amal qiladi aka. O'sha videoga aytganman o'zim. 16dan start deganman. Ya'ni o'sha spiska qilingandan ishni boshlaymiz 16dan. 15 gacha spiska yozamiz. Keyin aka, siz mashinangiz mexanika aka. Siz mashinangiz mexanika bo'lgandan keyin bunga korobkasiga programma yozib bo'la olmaydi aka. Yani JMga bo'lsangiz ham yoza olmaydi, 100% javob aka. Sizni faqat o'z motoringizga yozib beraman. Cho'tib qilib xudo xolasa bir suratga qilib beraman. Narxi 150 ming so'm bo'ladi, tushunsiz? Lekin siz mashinangiz qancha yurgan? 1 krug 3000 tami? 103 ming yurgan. 103 ming yurgan. Buni обязательно zaslonкасini qilib, svetcha mushuk babinasini обязательно ko'rish kerak aka. Ular bilan qancha bo'ladi o'xshaydi? Yo'q, uni bilmayman, uni ochaman, ko'raman aka, chotki bo'lsa keyin xudo xolasa nasib bo'lsa. Hozir men faqat motoringizga programma yozib beraman. Endi programma fayl moshani, ya'ni nima qilib beradi? Prinsiplarni impulslarni o'zgartirib beradi. Tushunasizmi? Ya'ni injektor tepishlari, impulslar boshqa alohida qilib beradi. Ya'ni portion klapni ochilish, joy vaqtlarini ochib boshqadan qilib berib biladi. Lekin o'sha mexanistik joyi buzilgan bo'lsa uni tuzata olmaydi. Endi oddiy holat-ku. Babina kuyib qolgan bo'lsa o'zi tuzata olmaydi programma bilan. Просто babinani tezroq, sekinroq ishlatib biladi, prinsipini o'zgartirib biladi, ventilyatorlarni o'zgartirib berib biladi, termostatlarni o'zgartiradi. Benzinga chaqlamaydigan qilib berib bilamiz, shunaqa. Korobkangiz mexanikaga, korobkaga yozilmaydi aka. Rasxodlarni ham bo'limini qilib berasiz o'zi bunda. Rasxodlaringiz bo'limini bilish uchun o'sha svetcha, mushtuk, zaslonga yuvishim kerakman обязательно. Lekin programma yaxshi, biron marta bironta klientim nolib kelgani yo'q, Allohga shukr. Ki prashkanga rasxod ko'payib ketdi degani yo'q. Hammasini o'zi ko'rib, sizdan oldin 2-3 ta prashka qildik. Hammasi davoli ketyapti aka. Qanchada ishlayapsizlar bu yerda? Men YouTube'da endi ko'rdim-da sizlarni. Biz 2 yildan o'zi shera ish yozamiz. Xo'p, e'tibor qilamiz. Kobalt olib qolganmiz. Kobaltimiz mexanika bo'ladi. Egalari korobkasini ham programma qilib berdi. Programmamiz ham o'tib bo'ldi, xudo xolasa. Mexanika kobaltni korobkasini diagnostika qilib bo'lmaydi. Ya'ni programma ham qilib bo'lmaydi. Adashmanglar. Akamiz hozir davay deyapti, mana korobkani ham prashka qilib berdi. To'g'ri kulgili holat bo'lishi mumkin. Kimlardir uchun biladigan odamlar, bilmagan odamlar shu narsaga bir to'lov ham qilishi mumkin. Korobkani ham programma qilib berdi, men falon pulim oldi deyishim mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Xuddi kecha bitta Damas keldi, Damasga qayergadir o'sha Buxoro shahriga bo'lgan ish. Men diagnostikaga olib bordim, diagnostika olib borgandan keyin klaplaringni nimadir qilib berdi, kompyuter qo'yib berdi deyaptilar. Mashinani ko'ramiz, oddiy o'sha tramblorik motor, hech qanaqa unga koreyskiy motor bo'lmagan. Bilmadim. Bo'ldi shunaqa holat. Ishoning, kompyuterni, tramblorini diagnostika qilib prashka qilib beribdi usta. Bilmayman qaysi noinsof usta, yomonlashmas. Bo'lgan holat ekan, yolg'on ma'lumot emas. Shuning uchun ham o'zi akamiz ham aytibdi, korobkani prashka qilib beryaptilar. Men aytaman, akamiz korobkangiz prashka bo'lmaydi. Shuning uchun tiniga haloliga kelaveringlar, sifatli qilib, akkuratli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Hech qanaqa yolg'on aralashmagan bo'ladi.